Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Ustobedik kuzatib turgan do'stlar. Demak, ustaxonamizdagi navbatdagi svarka apparatimizni obzori, remontga qilamiz. Do'stlar, bizga antiq apparat kelgan. Svarka apparat, juda ham katta svarka apparat. Hozir ichini ochib ko'rsataman. O'zlaring ko'rasizlar, o'zlaring baho berasizlar. Bo'sh degan svarka apparat. Korpus katta, lekin ichini ko'rib kulib olmaysizlar do'stlar. Videoda boshlashdan oldin bizni YouTube kanalimizga obuna bo'lib esingizdan chiqmasin, pastda qizil tugmacha bor. Qizil tugmachani bosinglar, like va kommentariyaga o'zi ishlatayotgan svarka apparatni nomini yozib esingizdan chiqmasin. Xo'p, orqada turgan bu dadam bo'ladilar. Ustam ham dadam kip avtomatika, elektronika bo'yicha ustanovlarda, boshqalarda barcha hunarni shu dadamdan olganman. Orqamda turgan odam inson dadam bo'ladilar. Hozir ham birga ishlaymiz, birga bitta joyda shu elektronika, svarka apparat ta'miri, stanovlar hamma bo'yicha birga maslahatlashib ishlar olib boramiz. Demak, videoni boshlaymiz do'stlar. Hozir o'zlaring ko'rasizlar, ko'rib hayron qolasizlar. Xo'p do'stlar, bo'sh svarka apparat, faqat ochaman, qo'rqib ketmanglar, juda ham kuchli apparat. Kimda shunaqa apparat bo'lsa, albatta bu qanaqa apparatligini olib afsus qilganmi, qilmaganmi to'liq bilib oladi. Ya'ni apparat yaxshimi, yomonmi? Video so'ngicha ko'ringlar. Hozir ochaman. 1-2-3 deb ochaman, faqat ko'rib, o'ta strashni, o'ta kuchli apparatga o'xshaydi. Ko'rib xullas qo'rqib ketmanglar, qaranglar. 1-2-3 ochamiz. Qalay. Korpus juda ham katta, lekin qo'yilgan platani qaranglar. Endi bitta narsani aytib o'taman, sizlar bozorda arzon apparat oldim, katta apparat oldim, zo'r apparat oldim deb o'ylamanglar. Do'stlar, har doim arzon olgan narsalarning sifatli chiqmaydi, shuni bilib olinglar. Mana. Katta korpusning ichida kichkina plata mana do'stlar. Ko'rdinglarmi? Arzon narsa oldim, zo'r narsa oldim deb o'ylamanglar. Mana, nima deysizlar? Buni svarchi do'stlarimiz ko'rib turib, uje gapirishni boshlagan bo'lishi kerak. Kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib qo'ying. Qaysi svarka apparat ishlatayotgan bo'lsangiz, o'shani nomini yozing. Qaysi apparat zo'rligini do'stlarimizga yordam bo'ladi. Xo'p, bu bizga remont kelgan, bizga farqi yo'q. Barcha bizga kelgan apparatlarni ta'mirlaymiz inshaalloh. Ta'mirlaymiz, chiroyli qilib remont qilib beramiz. Tranzistorlar yo'lda tushib qolgan. Egasi olib kelib berdi mana. Necha ekan bu? 50-65. Siloviy tranzistor 50 amperlik. Qo'yamiz, yangisini o'rnatamiz, tekshiramiz va qancha tok berishlarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana shu apparat kimda bo'lsa, demak, men tushundim, gapirishim hojati yo'q mana. Video so'ngicha ko'rib kuzatib turing. Assalomu alaykum do'stlar. Demak, qilatamiz. Futbolni ko'ryapsizlarmi akalar? Bugun xudo xolasa O'zbekiston bilan Ronaldo o'ynaydimi? Ronaldoni yutamiz xudo xolasa. Qilatamiz. Biz svarka apparat remont qilishda davom etamiz. Futbolni ham ko'raveramiz. Xullas, ashaka tekan apparatim remontini qilaman, qancha deb berishini ko'rsataman. Keyin bitta qaranglar, bitta bir ikkita mikrosxema yo'q ekan. Olib tashlaymiz. Xo'p, qo'yamiz, tekshiramiz tranzistorlarni. Xo'p, akalar, mana Ispaniya 3-0. Bu apparatdan 3-0 o'tdi. Qaranglar. Mikrokontroller, hozir hamma svarka apparatda mikrokontroller, ichida dasturi bo'ladi. Sodda qilib aytadigan bo'lgan narsani kontrol qiladi. Shim upravleniyasini, regulyator tok past baland bo'lishini shu mikrokontroller kontrol qiladi. Xo'p. Buni boshqa usta bekor olib tashlamagan ekan, chunki zamikani bo'lgan, uje ziyatda bu ketgan. Endi mikrokontroller pishdi degani bu plata brak degani. Mikrokontrol topib qo'yganingiz bilan ichida dastur topa olmaysiz, chunki bu apparat dastur topib qo'ygani ham arzimaydi. Bo'sh svarka apparati menimcha hamma yo'q aniq bo'ldi. Bu apparatni yopib berib yuboramiz, chunki musuf. Do'stlar, sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Hozircha xaridingiz, albatta YouTube kanalimizga kuzatib turinglar. Instagram kanalimga ham obuna bo'lib esingizdan chiqmasin. Futbolni bugun ko'ringlar do'stlar. O'zbekiston nechida bugun xudo xolasa soat 22 nechida? 10da O'zbekiston bilan Ronaldo o'ynaydi do'stlar. Gazini bosam O'zbekiston xudo xolasa yutadi deb niyat qilibmiz. Hozircha xaridayman. Kanalga obuna bo'lib qo'yish, kommentariyaga o'zingiz ishlatayotgan svarka apparat nomini yozib qo'yinglar. Hozircha xarid.